Hozir sizning ranglar bo'yicha tusingizni aniqlaymiz. Onson. Fransuzlarning aytishicha, qo'l tomirlaridan buni bilsa bo'lar ekan. Agar tomirlaringiz to'q ko'k fioletoviy bo'lsa, siz sovuq tipdansiz. Agar yashil bo'lsa, issiq tipdansiz va agar o'rtasi bo'lsa, neytralsiz. Buni yana ham oson yo'li bor. Agar bir qarashda sochlaringiz, ko'z qoshingiz yaqqol ajralib tursa, demak siz sovuq tipdansiz. Agar aksincha bo'lsa, issiq tislisiz. Bunda sochlar, teri rangi, ko'zlar hammasi bir-biriga munosib. Va agar sizda ajralish bor, lekin u yaqqol bo'lmasa, demak siz yana neytralsiz. O'zingizni topdingizmi, yozib keting. Navbat ranglarga rang doirasini olamiz va ikkiga bo'lamiz. Endi yana har bir rangning sovuq tusi va issiq tusi bor. Toza neytral sariq issiq tusdan. Unga yashil qo'shsak sovuq tus paydo bo'ladi, qizil qo'shsak issiq tus paydo bo'ladi. Qoida o'zgarmaydi. Issiq qo'shilsa isiydi, sovuq qo'shilsa soviydi. Demak, eslab qolamiz. Issiq tusdagi insonlar uchun ranglarning ham issig'i. Sovuq tusdagi insonlar uchun ranglarning ham sovug'i. Endi tushunib oldinglarmi, nega ba'zi yashilni kiya olasiz, ba'zilarni yo'q. Ba'zi qizil sizga yarashadi, ba'zilari esa yo'q. Albatta sochlarni bo'yash va makiyaj orqali tuslarni o'zgartirish mumkin. Lekin qoidaga amal qilib o'z tusingizga mos rang kiysangiz, siz shunchaki porlaysiz. O'ylaymanki, videomiz qiziqarli va foydali bo'ldi. Agar shunaqa bo'lsa, bildiring. Bundan xursand bo'laman.